Rayhon, siz qanaqa dori ichasiz? Dori? Voy ko'p. Ya o'z har doim ichadigan doringiz bor ekan. Bor. Qanaqa dori bizga ham ayting? Mana sog'liq uchun dorilar bor, badlar ko'p. Ya, boshqacha ichar ekansiz. Boshqacha? Masalan? Qaritmaydigan. Ha. Harakat qilaman dedi. Endi men hozir bu savolni berganim. Men bog'chaga borganimdan beri Rayhonni taniyman, lekin hech shu qarimaydi Rayhon. Hatto opa deyishga ham xijolat. Sizni nima deb chaqirish kerak o'zi? Xola deb chaqirish kerakmi? Iltimos. Sadik payti. Voy. Yo mana men aytmoqchimanki, bog'cha paytida taniganimda qanaqa Rayhon bo'lsa, hozir ham shunaqa Rayhonda. Ana. Qarish niyatingiz bormi o'zi? Sadik demang. Necha yoshman? Men 25 yoshman. Ha, yoshimiz teng ekan. Ha. Rayhon deyman bu. Конечно. Bu yosh bo'lish siri nimada? Har doim 25 yosh bo'lish. Bilmayman. Xarakter shunaqami? Men yaxshi odamman-da, shuning uchun.